Buxoro garnizonidagi 28-803 sonli harbiy qismda press-tur hamda matbuot anjumani tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar hamda blogerlar ishtirok etishdi. Qolaversa, 100 dan ortiq yoshlar jalb etildi. Bunda milliy armiya hamda xizmat sharoitlari, imkoniyatlari bilan yaqindan tanishtirildi. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi viloyat bo'limi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Buxoro viloyati kengashi hamda viloyat yoshlar ishlari boshqarmasi hamkorligida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganining 34 yilligi munosabati bilan Milliy armiyamiz ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida o'tkazilgan press-tur harbiy orkestr chiqishlari bilan boshlandi. Mashg'ulotlar o'tash uchun mo'ljallangan keng maydonda askarlar jangovar harakatlarni namoyish etishdi. Bu jarayon yosh ishtirokchilarda vatanni asrash va himoyalash, tinchlikni qadrlash va mustahkamlash hissini yanada oshirdi. Har bir yigit o'z vataniga xizmat qilish kerak. Men ham institutni bitirganimdan keyin kelib xizmat qilaman. Vatanimiz ishonchli qo'lda ekanligiga men juda faxrlandim bu narsalarni ko'rib. Harbiy urushlarni hammasini ko'rdik. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur harbiy qismda amaliy mashg'ulotlar o'tash va nazariy bilimlarni egallash uchun maxsus o'quv xonalari mavjud. Askarlarning darslardan bo'sh vaqtda madaniy hordiq olishlari uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Har bir askarning qiziqishi va ishtiyoqi turlicha ekani inobatga olinib, 6 xildagi madaniy dam olish xonalari tashkillashtirilgan. Press-tur jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar hamda harbiylar ishtirokidagi matbuot anjumani bilan davom etdi. Ishtirokchilar mas'ullardan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hissa qo'shuvchi takliflar bildirildi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tadbir qurolli kuchlarimiz faoliyatini keng jamoatchilikka ochiq va shaffof tarzda yoritish, yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.